Turmush davom etadi. Toshkent viloyatida quvonchli va noyob voqea qayd etildi. Bir vaqtning o'zida 4 nafar egizak dunyoga keldi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, bunday holat juda kam uchraydi. Chaqaloqlar Respublika perinatal markazida malakali shifokorlar nazorati ostida sog'lom holda dunyoga keldi. Muxbirimiz Sohiba Akromova ona va bolalar holidan xabar oldi. Bu barchamizga qadrdon va sevimli bo'lgan Suyunchi filmidagi eng kulminatsion nuqta. Haqiqatan ham kutilgan farzand dunyoga kelishi bilan bog'liq Suyunchiga arziydigan xushxabar. Kuni kecha Toshkent viloyatida yashovchi Abdullayevlar oilasida ham ana shunday bir umrga tatiydigan esda qolarli voqea sodir bo'ldi. Ishonish qiyin, ammo oila boshi hali 30 yoshni ham qarshilamagan Odiljon bir emas, ikki emas, bir varakayga naq 4 egizak chaqaloqning otasiga aylandi. Shu mana doktorlar telefon qilishdi. Keldim, uchrashdim, ko'rdim. Lekin bu вообще shok. Men to'g'risini aytganda eshitganman, ikkita, misol uchun 3 ta, bu 4 ta bunaqasi bu yaqin orada bo'lmagan deb o'ylayman. Bir barakaga 5 ta, mana Xudo xolasa 5 ta farzandning otasi bo'ldim. Odiljon Abdullayev Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi. Turmush o'rtog'i Sevara esa farmatsevtika yo'nalishini tamomlagan. Lavhamiz qahramonining aytishicha, turmushining dastlabki yillarida 3 yil farzandsizlikdan so'ng to'ng'ich qizi Imona tug'ilgan. Endi esa 2 o'g'il va 2 qiz egizaklar. Ular uchun kutilmagan taqdir tuhfasi bo'ldi. O'zi bitta shirangina qizim bor. 3 yilda farzandli bo'lganman. Ismlari haqida o'yladingizmi? Bu chaqaloqlarni ismlarini qo'yib bo'lganmiz. Yusuf, Yunus, Sadiya, Samiya deb qo'ydim. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan xabarlarning kichik qahramonlari 4 egizak kuni kecha Respublika perinatal markazida dunyoga keldi. 28-kuni navbatchilik mobaynida 21:40 da ularda og'riqlari boshlanib qoldi. Biz ularni shoshilinch ravishda kesir amaliyotga o'tkazildi. 32 haftalik bo'lgani uchun bizda neonatal reanimatsiya bo'limiga bolachalar o'tkazildi va u yerda parvarish qilinyapti. Hozirda ayolning ahvoli ham 4 tali bolaning ahvoli ham yaxshi. Agar ahvollari yaxshi bo'lsa, balki 20 kun yotar, balki undan kamroq bo'lishi ham mumkin. Chaqaloqlar patologiya bo'limiga o'tkazilishi mumkin. Keyingi etapga o'tib, keyin o'tdan uylariga ketishlari mumkin. Shifokorlarning aytishicha, 1412, 1466, 1624 va 1780 gram og'irlikda tug'ilgan egizaklar hozirda qattiq nazorat ostida, xalqaro protokollar asosida parvarishlanmoqda. O'zida boshida biz anaqa borganimizda 3 ta deyishdi. Keyin o'sha skriningga borganimizda poliklinika jo'natganda respublikanskiga 4 ta deyishdi. Yanada anaqa shok bo'lib qoldik. Qarindoshlaringiz egizaklar bor. Ona avlodimda ham, ota avlodimda ham, xo'jayinim bilan avlodlarida ham 7 oylikdan keyin o'sha ozgina qiyinchiliklar boshlanar ekan. O'sha og'irlashib, qaynonam baraka topsinlar shunchalik tushunib yonimda turib, bu yoqda onam bilan har kuni anaqa qilib, shulay kattakon rahmat deyman qaynonam bilan onamlarga. Bir oilada 4 egizakning dunyoga kelishi bu nafaqat oila baxti, balki butun jamiyat uchun ham Suyunchiga arziydigan xushxabar. Nima dedingiz? Xalqimizda yangi tug'ilgan go'daklarni begona ko'zlardan asrab avaylashadi. Xullas, biz ham egizaklarga yaxshi niyat bilan nazardan saqlasin deya xayrlashamiz. Sohiba Akromova, Farruh O'tbosarov, Abdulloh Sulton